O'quv markazimizdagi yana bir ajoyib aktiv o'quvchimizdan fikrlarni eshitamiz. Mana ular, mana. Qo'lini o'zing tanishtirchi. Mening ismim G'afur Ruslan. Men 13 yoshga kiryapman. Bu Sensorika o'quv markazida 1 yildan beri o'qiyapman. 1 yil davomida nimalar o'rganding? CSS, JavaScript, Index HTML, kod yozishlar, loyihalar yaratish, chat o'yinda saytlar yaratish va internetga joylash, keyin PowerPoint, Word, Excel'larni to'liq hammasini o'rgandik. Rejalaring qanaqa? Shu loyihalar yaratish, keyin ularni sotish. Qaysi kasblarni o'rgansang, ertaga kelajakda ishsiz qolmayman deb o'ylaysan? Kompyuterda chuqur o'rganish kerak, robototexnikalarni chuqur o'rganib, ularni tushunib, keyin sun'iy intellekt o'rganish kerak. Ularda qanday savollar berib, saytlar yaratish, loyihalar yaratishda o'rganish kerak. Qara, o'quv markazi haqida shu paytgacha mana 1 yil davomida o'qiganing bo'yicha o'zingning fikrlaring bildirchi. Fikrlarim yaxshi, darslar juda qiziqarli, yaxshi o'rganayotgan o'tadi. Sharoitlar yaxshi, hamma ishni bemalol qotmasdan qiladi. Ustozimiz ham yaxshi, darslarni yaxshi o'tadi. Ajoyib. Sana kelajakdagi rejalaringga omad tilaymiz. Bundan buyog'iga demak o'ylagan hamma narsangga ortig'i bilan yetishishingni tilab qolamiz. O'qishlaringga omad, sog' bo'lgin.